Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun Ratan stol stullar ishlab chiqaradigan Optim sexga yetib kelganmiz. Bu yerda karkaslardan tortib to parashkovoy kraskasigacha shu yerda sepib va o'zlari to'qib ishlab chiqaruvchi narxda Optim holatda sotishadi. Videomiz mobaynida stol stullarimiz ranglari, nechtaliklari bor, 4 talik, 6 talik, 8 talik, izobellalar, rasstavkalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Like va kommentariya kutib qolaman. Qani bo'lmasa, ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu stol stullarimizni ishlab chiqarib sotuvchi akamiz Muhammad Ali bo'lishadi. Assalomu alaykum Muhammad Ali. Qolmanglar. Videoga chiqishni xohlashmadi, shuning uchun ovozlardan foydalanamiz. Bu nechtalik modelimiz? Rangi qanaqa? Bu 6 talik, Choco karishli model. Kalyonli oynaklari. Razmeri necha? Razmeri 90 ga 1.40. 90 ga 1.40, ha? Oynaklar 6 mm kalyonli. Ishlar juda ham jadal ketyapti, shunga aytib bo'lmaysizlar. Xo'p, mana shu komplektimiz narx-navosi keladigan bo'lsa, qancha bo'lyapti bu? Navosi 2,5 million sotilyapti, kelishtirib beriladi. 2 million 500 ming so'm. Dastavkasi kelishilgan holatda. Dastavkasi kelishilgan holatda. O'tirg'ishlar sifatlar juda ham. Sifatiga baho berib qo'yamiz, ham tekis, sifat ishlangan. Xo'p, mana bu esa 8 talik komplektimiz, ha? 8 talik, 90 ga 2 metrlik. Bu rangi qanaqa? Rangli. Arexiy rangimiz. Ko'p turganingiz juda ham zich to'qilgan. Oynaklar bu ham kalyonli. 90 ga 2 metr, ha bu? 92 metr. 8 talik. Buni 92 metr razmerimizni har xildan qilib beraverasiz, ha? Ranglarni ko'rsatib o'tamiz. Ranglar qilib beriladi. Xo'p, bu nech pul? Bu 2,5 million so'm qilib berilyapti. 2,5 million qilib berilyapti. Demanganda qizdirmang. Narx-navosi kelishilgan holatda dastavka qilib beriladi, ha? Dastavka qilib beramiz. Endi rang-ro'yga keladigan bo'lsak, qanaqa ranglarimiz bor? Har xil ranglari bor. Maloshniy, aralash ranglar. Buni maloshniy rangimiz, ha? Oppoqdan ozgina ko'proq maloshniy rangimiz. Farqi yo'q, rangina, narx-navosiga farqi yo'q. Yo'q, qilib berilaveradi. Oq rangni sevuvchilar uchun maloshniy ranglarimiz bor, mana bu joylarda ham. Xo'p, cho'ko rangimiz Optim holatda va mokriy ranglarimiz ham bor ekan, ha? Rang-navosini qizig'i yo'q. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqa ranglarimiz bor? Endi eslatib o'tsak, shu rangidan deyshadi. Bu mix, ha? Mix bu. Aralash to'qilgan, ya'ni maloshniy bilan chokoni birlashmadi. Bu arexiy rangimiz, och karishnovoy. Juda ham sifatli to'qilgan, mana o'zim ko'rib turibman, ishlari yaxshi. Bu yerda keyin har xil fasondagi stollarimiz ham bor ekan. Ko'rib o'tamiz hozir videomiz mobaynida. Mana bu karkaslar. Karkasni ko'rsatib o'tamiz. Stvorkalar juda ham yaxshi payvatlangan. Ko'rib turganimizdek, bir martaga tegizib qo'ymagan. Chiroyli qilib stvorkasi chiqilgan. Ya'ni birinchi qo'l holatda xarid qilishingiz mumkin bu yerda. Mana zakatopkalari. Mana ishlash jarayonlari. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod qishlog'i, Yangiqo'rg'on boy mahalla. O'zlaring kelsalar ham birinchi qo'l holatda xarid qilishlari mumkin. Hozir endi bizga Izabella fasonimiz ham bor, ha? Undan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bular, mana ko'rib turganingizdek barchasi Izabella rotasini qo'yib ko'rsataylik. Bunlar ham 6 talik, 8 talik, 10 talik variantda ham qilib berilaveradi. Hozir juda ham trendga chiqqan modelimizdan. Bu arexiy ekan. Uni 6 talik komplektimiz qanchada? 6 talik komplektimiz 6,5 million bo'lyapti hozir. 6,5 million so'm, ha? 8 talikchi? 8 talik 7,5 million so'm bo'lyapti. Buni ham har xil komplektdan qilib beraverasiz, ha? Ranglari har xil. Choko rangi, arexiy yoki maloshniy. Istanga rangni tayyorlab berishlar mumkin. Hozir to'qilish jarayonlarini ham ozgina ko'rib o'tamiz. Va undan tashqari bu yerda kachellalar ham to'qib berishlar mumkin ekan, ha? 2 million so'mdan kachellalar ham tayyorlab berishadi ekan. Mana bu to'qilish jarayonlari mana. Ha, Izabella fasonimizni to'qilishlar. Hormanglar. Mana holatda to'qiladi. Mana bu esa tayyor holati. Uni ko'rpachalar bilan albatta chiroyli qilib kalyon oynaklarni yuborishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu video mobaynida ko'rsatib o'tilgan stol stullarimiz qaysi biridan kerak bo'lsa, tashdagi raqamlarga aloqa qilsangiz, Muhammad Ali ukamiz bo'lishadi. Albatta kelishtirib berishadi. Keyingi videolarimiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Mana bu shovqinlar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Rahmat.